Do'stlar, qadrdonlar, mana ko'rib turibsizlar, mana bu Altemur korxonasining O'zbekistondan kelgan pechkalarimiz. Ham ko'mir, ham o'tinga moslangan universal pechkalarimiz. Uyga ham, banyaga ham, hammomga, ya'ni bo'ladigan Shartuz nohiyasi Leling qishlog'iga olib keldi. Xudo xolasa bir akamiz olgan, yetkazib berdik. Xolos, agar kimgadir kerak bo'lsa, mana bu temirlar qalinligi 0607 deyilar ekan. Mana bu choynak qo'ysa bo'ladi. Keyin bunisini olsang olinsa, xolos temir, nima deydi, qozon yo katta nima qo'yilsa bo'lar ekan. Keyin mana bulari armatura emas, tushuginli materiallar, hammasi yaxshi, dutamaydigan variantlar bular. Do'stlar, qadrdonlar, mana bu banyaga bo'ladigan va uyga bo'ladigan universal pechkamiz. Ko'rib turganlaringizdek, mana bu yerda ho'l o'tinlar bo'lsa, nam o'tinlar bo'lsa, mana pechka yonib turgan holatda, mana bu yerga o'tin qo'ysangiz qurib turadi, tayyor bo'lib, masalan, kechqurun qo'ysangiz ertalabga bemalol yoqishlaringiz mumkin. Mana bunda ikkita ko'zi bor, bir joyda mana bu yerga katta choynaklar yo mayda qozonlar qo'yishingiz mumkin, yo katta flaglarni mana bu yerlarga qo'yishingiz mumkin. Banya uchun mana bu yerga bitta choynak tahorat uchun bitta choynak avtobanni qo'yasiz. Mana bu ichkari bozornikiga o'xshab armatura emas, bu chugunni. Ko'rib turganlaringizdek, bu Shartuz nohiyasi Karl Marx qishlog'iga savdo bo'ldi, xudo xolasa. İçini ochib ko'rsatdik mana. Hozir ko'mir ham soldik. Mana bu yerdan ko'mirlar endi yonishga o'tdi, mana ko'rib turibsizlar. Bu yerdan ko'mir solinlar ekan. Avval nima deydi, yoqib olish uchun bunga xaslarni solasizlarda, o'tinni tepasidan solib, keyin bu yerdan yoqib bergandan keyin o'tin yaxshi, mana bunday o'tinlar, yo mana bunday o'tinlar, qalin o'tinlar yaxshi yonib bo'lgandan keyin ko'mirni bemalol solaverasizlar akalar. Ko'mirda. Mana bu ko'mirimiz hozir hozir yana tashlab ko'ramiz. Mana hozir ko'ramiz, mana bunga choy qo'yib qo'yganmiz, hozir qaynaydi. Aslida ovozini eshityapsizlar. Hozir qaynaydi nasib bo'lsa bu. Mana bu pechkamizga keladigan bo'lsak, buning uzunligi 70 cm, uzunligi 70 cm, eniga keladigan bo'lsak 33 cm, bo'yiga keladigan bo'lsak do'stlar 47,5 cm. 47,5 cm. Mana bu temirning qalinligi 0607. Temirlarimiz qalinligi. Kuch qaraydigan nimasi bor. Mana bu yerdan o'tin nimalarimizni, ko'mirlarimizni bemalol solishlaringiz mumkin mana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ta. Mana bunimiz 19 ta, bunisi 20 ta. 20 ta pechka. Plus 5 kun birga 1 ta, Pados qishlog'iga 1 ta, Birlash qishlog'iga 1 ta, Karl Marxga, Lenin qishlog'iga 1 ta, 25 ta pechka. Ana endi do'stlar, bularning narxi bilan tanishamiz. Qo'limda nima uchun ruletka metr? Biz sizlarga batafsil to'liq ma'lumotni yetkazamiz. O'zbekistondan Farg'ona
oblisi bo'ladimi xullas shu yoqdan bizga O'zbekistondan mana shu Altemur korxonasining pechkalari yetib keldi. Ekranda ko'rib turgan raqamlar bor. Qish fasli yaqin, sezoni buning ko'p bo'lsa 1 oy yo 1,5 oy. Mana shu pechkalar sotiladi. Narxlarini videoni boshida o'tib ketaman, aytib o'tganman. Bular 1200 somondan dastavka uyingizgacha to mana shu Beshkent rayoni Sharituz nohiyasi, Qavadan nohiyasiga 1200 so'mdan uyingizgacha yetkazib beramiz. Agar kimdaki o'zimiz borib olamiz desalar 1100 somondan berib beramiz. Mana shu uydan keladi, xolaganini vibrat qiladi, oladi. Ham ko'mir, ham o'tin, ekonom pechka. Buni qaranglar. Bu yerdan o'tin solasiz, bu yerdan ko'mir solasiz, bu yerdan kulxonasini kulini chiqarib olasiz. Ana endi mana bu banya pechkamiz, Hozir biz sizlarga obzor qiladigan videomiz bu yoqqa keyin. Buning yaqindan olib keyin. 61 cm pechkamizning uzunligi 61 cm mana 61 cm, balandligi yerdan 81 cm, 81 cm mana ko'rib turibsizlar. 81 cm. Eniga mana bu eniga 35,5 cm, qarib 35,5. 35 hisoblaymiz, mayli. 35 cm. Mana bu ustidan o'tin solinadi. Ichida komplektda bitta mana shunday cho'g'ni qo'zg'aydigan nimasi bor. Mana bu yerdan ko'mir solinadi. Mana bu armatura emas, chuginni zavodga tayyorlangan, bu yerdan ko'mircha. Ana endi bu yoqqa kelamiz. Bu yerda mana buni men nima uchun tayyorlab qo'ydim? Videoning boshida ham ko'rib o'tlaringiz, mana bu turbani qo'ydik. Mana choy qaynabyapti. Videoni olib ustida yaqin. Choy qaynabyapti. Hozir mana shu 15 minut oldin shunday yoqdi, mana 15 minutda choy qaynadi o'zi. Mana bu yerdan o'tin soldik mana. Hozir bunisi issiqroq. Mana o'tni qaranglar qanday yonyapti. Mana bu yerdan ko'mir tashlaganmiz. Mana ko'mir yonyapti nimalari bilan. Mana shunday chuqlaysizlar. Mana bu kimgadir agar cho'q kerak bo'lsa yo ko'mirni qo'zg'ash kerak bo'lsa, mana shunday holatda qo'zg'aysizlar. Yana bir narsani aytib o'tib ketamiz. Agar mobodo o'tni yoqishda mana bularni ham yopib qo'ysangiz, mobodo pechka yonmay qoladi. Shunga aniq minimatini qarangizlar. Mana bu o'tni yoqqaningizda mana buni yarmigacha iloji bo'lsa ochib qo'yingizlar. Mana bu yerdan havo kiradi, pechkamiz yaxshi yonadi. Buni sizlarga ko'pchiliklar sirlarini tushuntirmaydi, aytmaydi. Mana shu narsa esdan chiqmasin. Agarda yaqinroq keling. Mana bunisidan bo'lsa pechka, buning uzunligi 48,5 cm. Narxi bir xil lekin. Bunisini faqat obyomi nimasi usti maydaroq 48,5 cm, ulardiki 61 cm. 61 cm mana. Bu 48 cm, 2 dona qolgan. Bular qolgani mana bir xil hammasi standart. Bunda kulxonasining farqiyati shundaki, havo kiradigan joyi mana bu yerda. Mana buni tushirib qo'yasiz, havo kirib, yonganda havo kirib turadi. Agar faqat cho'q bo'lgandan keyin buni yopib qo'yasiz, uyning ichida issiqlikni ushlab turadi. Shunday yonadi, pechkaning ichi cho'q bo'lgandan keyin issiqlikni ushlab turish uchun mana shunday ko'tarib chiqarib qo'yadi. Lekin yonayotgan holatda buni faqat pastga tushirasizlar. Do'stlar, ana endi bu yerga keladi, yana pechkani birinchi obzorini tugatib olamiz. Xullas mana bu banya pechkalarimiz. Buni tokir bilan kesilgan mana bu ustki qismi, tokir bilan bu plotni. Bunday nimasi yo'q. Yaxshi joylashgan. Mana buni shunday ochasiz, mana bu yerga choynak qo'yasiz. Agar ovqat qilmoqchi bo'lsangiz, mana buni olasizda, mana bu yerga qozon qo'yadigan nima. Bular universal pechka, ham uyga, ham banyaga. Bularning narxi 1150 somon, 1250 somonligi bor, 1350 somonligi bor. Ular katta, shuncha katta, unisi yana kattaroq, keyin uzunroq. Xullas, buni ham ichi mana shu chuginni temirdan, mana chugundan bunisi. Armatura emas, bozordagi o'xsha armaturdan emas buniki. Hozir bular buning ikkitasi sotildi. Bundan ham ikki xil bor edi. Suratlarni video davomida qo'yib o'tib ketganmiz. Ko'rasizlar, mana shu ikkitasi sotildi. Bittasi Leylen qishlog'iga, bittasi Karel Mark Zebra akamiz bugun olib ketdi. Agar kimgadir kerak bo'lsa, telefon qilasizlar. Xullas azizlar, uylaringizga yetkazib berish xizmati tayyor, bizda mavjud. Ana endi bu yerga kelamiz. Mana bu yerda drabilkalarimiz bor. Drabilkalarimiz yaqindan keling. Drabilkaning 4 ta nasatkasi bor. Molbob, qo'ybob, jormaga. Bunisi kebak holatga chiqarib beradigan 4 ta nasatkamiz bor. Buning narxi 3900 somon uyingizga yetkazib beramiz. Medli motor 3 kilovat 3000 oborotda. Bunisi ham 3 kilovat 3000 oborot, mana bu 4 kilovat 3000 oborotda, lekin narxi 3900 somon. Mana bularimiz 3500 somondan uyingizgacha yetkazib beramiz. Mana shu 3 tani, mana bu 3700 somon 4 kilovat alyuminiy motor bu 3000 oborotda. Bu selos, makka xashak, makani jorma qiladi, bug'doy, arpa, keva qilib beradi. Kimgadir kerak bo'lsa, bemalol telefon qilasizlar. Va adresi Beshkent rayoni Vagon qishlog'ida. Bemalol telefon qilishlaringiz mumkin. Qish
mavsumi yaqin, kimgadir kerak bo'lsa bemalol telefon qilishlari mumkin. E'tiborlar uchun kattadan katta rahmat. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Mana bu choyni olamiz endi. Shunday damlaymizda buni qur choyda tashlab maza qilib, ko'k choyda ishdan kelib dam olib o'tiramiz. Mana buni yana bir obzor qiladigan bo'lsak, do'stlar, bu Hoji momo, Hoji boboni xonalariga qo'ysangiz issiqqina zo'r pechka, ko'rinishda yonboshdan qaraganda 4 burchak ko'rinadi, lekinda mana bu yerda choynak qo'yadigan yo bir tora suv qo'yadigan joyi bor choynakka, misol yo bo'lmasa o'tin, ho'l o'tin bo'lsa, nam o'tin bo'lsa qo'yib qo'yasiz, bu quriydi, pechka yonayotgan holatda qurishi ehtimol bor. Misol kech qurum qo'ysangiz, ertalab yoqdan keyin yoqasiz, uyingiz issiq bo'ladi. Issiqligini juda yaxshi ushlab turadi, ham ko'mir, ham pechkaga. Unda biz videoni joylaymiz, unda biz ketdik.